Tradingda hech qachon barqaror daromadga chiqa olmaysiz agar bozor yo'nalishini to'g'ri aniqlashni bilmasangiz. Nimaga deysizmi? Chunki siz bilgan order block, breaker block, FVG, inversion, FVG faqat to'g'ri trend yo'nalishida ishlab beradi. Bugungi videoda siz bilan bozor strukturasini noldan professional traderlardek analiz qilishni o'rganamiz. Shuningdek, eng ko'p beriladigan boss va cho'ch o'zi nima degan savollarga ham aynan shu videoda javob topishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'ying, sababi men o'rgatayotgan narsani boshqalar $1000 kurslarda o'rgatadi. Bozorda 3 xil trend yo'nalish bor. Birinchisi uptrend, ikkinchisi downtrend, uchinchisi konsolidatsiya, range holati ham deb atashadi. O'suvchi trend bizda uptrend deb nomlanadi. Tushuvchi sell trendi bizda downtrend deb nomlanadi. Ba'zi holatlarda narx ikkala tomonga ham buzib o'tmasdan turib, o'rtada impuls yo'qligini hisobiga qolib ketadi. Bu holat bizda range deb nomlanadi. Uptrend chizayotganimizda doimo birinchi bo'lib turib, minimum zonani belgilab liniya tortib olamiz. Bu bizda sell side liquidity deb nomlanadi. Ya'ni sell pozitsiyadagilarning likvidatsiyasi degan ma'noni bildiradi. Qisqartirib SSL deb yozsak bo'ladi. Hamda bu joy bizda low bo'ladi. Past degan ma'noni bildiradi. Endi e'tibor qilamiz. Low deb belgiladik, narx chiqib orqaga harakat berdi. Orqaga qaytish bo'ldi. Shu orqaga qaytish bo'lganda bizda buy side liquidity paydo bo'ladi, ya'ni maksimum. Buni qisqartirib biz BSL deb yozib olamiz. Buy side liquidity. Bu zona bizda high bo'ladi. Ya'ni yuqori. Endi qachonki narx shu holatda pastda turgan bo'lsa, oxirgi maksimumni buzib o'tgandan keyin bu yerdagi buy side likvidatsiyamiz bizda bossga aylanadi. Boss. Ya'ni break of structure degani. Break of structure. Bu narsa bizda strukturamiz to'g'ri davom etayotganini bildiradi. Ya'ni uptrendamizmi, uptrend davom etyapti degan signalni beradi bu narsa bizga. Endi bossda eng past nuqtasi bizda high low bo'ladi. Yuqoridan pastroqda degan ma'noni bildiradi. Hamda bu yerdan liniya chizib olamiz. Bu yana sell side liquidity bo'ladi. Endi yana bozorni kuzatamiz. Narx chiqib turib, yana orqaga harakat bersa, bu yerda bizda yana buy side liquidity hosil bo'ladi. Buy side liquidity. Buni nomi endi bizda higher high. Ya'ni yuqoridan yuqori degan ma'noni bildiradi. Mana yuqoridagi buy side likvidatsiyamiz buzilyapti. Bu bizda endi boss deb nomlanyapti. Ya'ni break of structure. Bossda eng pastki zonasi bizda sell side liquidity bo'ladi. SSL. Shu paytgacha ko'ryapmiz, oxirgi maksimumlarni buzib ketyapti. Qachonki narx bizda oxirgi minimum buzib o'tadigan bo'lsa, ya'ni sell side liquidity. Bu bizda sell side likvidatsiyamiz endi cho'chga aylanadi. Ya'ni change of character. Bizda uptrend holatda oxirgi sell side buzilgandan keyin bu narsa cho'ch bo'ladi. Ya'ni cho'chdan keyin trendimiz downtrend ko'z keradi va biz sellga pozitsiya ochishgani vaziyat qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasdiq. Misol uchun yuqorida bo'lishi mumkin FVG zona yoki order block zona, OT breaker block, inversion FVG. Ular haqida ham video chiqadi. Xudo xolasa bu videomiz 1000 ta like yig'sa, keyingi video order block haqida bo'ladi. Taxminan shu joylardan sellga pozitsiya ochib, take profitni sell side nuqtasiga qo'yamiz. Downtrend, ya'ni tushuvchi trend yo'nalishini aniqlayotganimizda birinchi bo'lib maksimumni belgilab olamiz. Bu bizda buy side likvidatsiya deyiladi. Ya'ni buy pozitsiyadagilarda likvidatsiyasi. Bu bizda high zona bo'lyapti. Narx tushib orqaga harakat berdi, bizda minimum hosil bo'ladi. Ya'ni sell side liquidity belgilab liniya chizib olamiz. Narx qachonki shu pastdagi sell side'ni buzgandan keyin bu sell side nuqtamiz bizda bossga aylanadi. Break of structure'ga, downtrend holatida. Shu boss liniyani eng yuqori nuqtasi bizda yangi maksimum buy side liquidity hisoblanadi. Belgilab liniya chizamiz. Bu bizda low bo'lyapti. Yuqorisidagi bo'lsa higher low. Yana narx tushib turib orqaga harakat berdi, orqaga qaytish bo'ldi. Bu yerda bizda yana yangi sell side likvidatsiya hosil bo'lyapti. Belgilab liniya chizib olamiz. Qachonki narx bizda shu sell side'ni buzgandan keyin bu liniyamiz bizda bossga aylanadi. Va shuni eng yuqori nuqtasi yana buy side likvidatsiya bo'ladi bizda. Nomlari bu lower low bo'ladi. Pastdan pastda degan ma'no bo'ladi. Yuqorisidagi higher low. Shu ko'rinishda.
Qachonki bizda shu yuqorida turgan baysal likvidatsiya buzilsa, downtrend holatda trendimiz downtrend holatidan uptrendga o'zgaradi. Ya'ni bu yerdagi baysal likvidatsiya bizda cho'ch bo'lib, endi narx shu yuqoridagi baysal likvidatsiyani yechgani harakat qiladi. Sabab bu yerda likvidatsiya bor. Likvid bu pul degani. Hozir nazariy holatini o'rgandik, endi real grafikda amaliy test qilib ko'ramiz. Hozir uptrend holatini birgalikda analiz qilamiz. Birinchi bo'lib sell side likvidatsiyani belgilab o'ng tomonga liniya chizamiz. Endi narx yuqoriga chiqib orqaga harakat berdi. Bizda maksimum zona hosil bo'ladi. Belgilab liniya chizib olamiz. Bo'ldi. Qachonki bizda shu yuqoridagi baysal likvidatsiya buzilsa, bizda bo'z holati sodir bo'ladi. Mana buzildi. Bu yerdagi baysal likvidatsiyamiz bo'z bo'lib o'zgaryapti. Bo'zning eng pastki nuqtasi bizda sell side likvidatsiya bo'ladi. Endi yana kuzatamiz. Narx mana orqaga harakat berdi. Bizda maksimum hosil bo'lyapti baysal likvidatsiya. Belgilab liniya tortib olamiz. Oxirgi baysal likvidatsiya zonamiz buzildi. Bu narsa bizda bo'z bo'lyapti. Bo'zning eng pastki zonasi bizda sell side likvidatsiya bo'ladi. Sham tanasi bilan buzib o'tish kerak bo'z bo'lish uchun. Yana kuzatamiz. Mana narx chiqdi-da orqaga harakat beryapti yana. Bu yerda bizda maksimum hosil bo'lyapti. Belgilab o'ng tomonga liniya chizamiz. Baysal likvidatsiya bo'lyapti nomi. Bozorni kuzatamiz yana. Oxirgi maksimumimiz buzilyapti. Baysal likvidatsiyamiz bo'zga aylanadi va shu bo'zning eng pastki nuqtasi bizda nima deb nomlanadi? Hozirroq kommentga yozing. Yozdingizmi? To'g'ri, sell side likvidatsiya deb nomlanadi bu joy. SSL deb qisqartirib yozamiz. Hozir trendimiz uptrend holati davom etyapti. Sababi bizda faqat maksimumlar buzilyapti, minimumlar yangilanib ketyapti. Bu yerda mana narx chiqib yana orqaga harakat bo'ldi, ya'ni orqaga qaytish bo'ldi. Baysal likvidatsiyani belgilab olamiz. Oxirgi maksimum buzildi. Baysal likvidatsiyamiz bo'zga aylanyapti. Bo'zning eng pastki zonasi bizda yana sell side bo'lyapti. Bu yerda yana xuddi shunaqa holat. Bo'z bo'lyapti. Bo'zning eng pastki zonasi bizda sell side likvidatsiya bo'lyapti. Bu shamda orqaga harakat deb ololmaymiz. Sababi bizga A harfiga o'xshagan struktura kerak bo'ladi. Bu yerda esa unaqa narsa bo'layotgani yo'q. Mana bu yerda esa bor mana. Qaranglar, A ga o'xshaydi. Maksimum belgilab olamiz. Maksimum buzildi. Bu bizda bo'z bo'lyapti. Bo'zda eng pastki zonasi bizda yana sell side bo'lyapti. Xuddi shu ko'rinishda yana bozorda analiz qilib ketyapman. Oxirgi maksimum belgiga liniya chizamiz. Bu yerda e'tibor beramiz. Oxirgi maksimum soya bilan buzilyapti. Soya bilan buzilsa bizda bo'z bo'lmaydi. Bu yerda sweep degan narsa bo'ladi. Sweep bo'yicha alohida dars o'tib beraman. Unda sniper entry qilish strategiyasini ham o'rgatib ketaman. Bizda baribir oxirgi sell side bu yerda qolyapti. Ya'ni trendimiz uptrend holatidan downtrendga o'zgarish uchun shu pastda sell side buzilishi kerak edi. Mana bu sham, qora sham bizda sell side'ni buzib o'tib ketdi. Ya'ni bu sell side'imiz endi bizda cho'ch bo'ladi. Change of character, ya'ni trendimiz uptrend holatidan downtrend holatiga o'zgardi. Sababi bungacha faqat narx o'zini maksimumlarini buzib yangi minimum hosil qilib ketayotgandi, lekin bu yerga kelib turib o'zining oxirgi minimumini buzib qo'ydi narx. Ya'ni endi trendimiz o'suvchi trend holatidan tushuvchi trend holatiga o'zgardi. Hozir uptrend yo'nalishini o'rgandik, endi downtrendni ham analiz qilib ko'rsatib beraman. Downtrend holatida birinchi bo'lib maksimumni belgilab olamiz, ya'ni baysal likvidatsiyani. Narx tushdi, hali orqaga harakat bermabdi. Xo'p, kuzatamiz. Narx mana orqaga harakat berdi. Bu yerda bizda minimum zona hosil bo'lyapti. Belgilaymiz. Sell side likvidatsiya bo'ladi bu.
Qachonki shu sell side likvidatsiyamizni sham tanasi bilan buzib yopilsa, mana tana bilan buzib yopildi, bu narsa bizga boss bo'lib xizmat qiladi. Bossga aylanadi sell side'imiz. Boss liniyaning eng yuqori nuqtasi bizda buy side likvidatsiya bo'lyapti. Har doim buy side likvidatsiya tepada bo'ladi, sell side pastda bo'ladi. Yana kuzatamiz. Narx tushib orqa harakat berdi, minimum hosil bo'ldi. Nomi sell side likvidatsiya. Kuzatamiz. Mana sham soyasi bilan emas, tanasi bilan buzib o'tdi. Bu sell side likvidatsiya bizda bossga aylanadi. Bossda eng yuqorisi bizda buy side likvidatsiya bo'ladi. Yana narx tushib orqa harakat berdi, bizda minimum hosil bo'lyapti. Belgilar liniya chizib olamiz. Chizgan liniyamiz buzildi. Bu narsa bizda boss bo'ladi. Boss liniyani ichidagi eng yuqori nuqta bizda buy side likvidatsiya bo'ladi. Mana bu yerda ham harakat deb bo'lsa bo'ladi. Narx tushib orqaga mana qaytgan. Yana boss bo'lyapti. Bossdan eng yuqorisi bizda buy side likvidatsiya bo'lyapti. Mana bizda yana minimum hosil bo'ldi. Belgilar liniya chizib olamiz. Nomi sell side likvidatsiya. Sell side likvidatsiyamiz buzildi. Endi sell side likvidatsiyamizning nomi nimaga o'zgaradi? Kommentga yozib qoldiringlar. 5 sekund vaqt. Yozdinglarmi? To'g'ri, bossga aylanadi. Bossda eng yuqorisi bizda buy side likvidatsiya bo'ladi. Ya'ni oqimga qo'shilib bozorda analiz qilib ketaverasizlar. Endi e'tibor qilamiz. Narx tushib orqa harakat berdi, bizda minimum hosil bo'lyapti sell side likvidatsiya. Endi qaranglar. Hozir bizda shu paytgacha narx o'zini minimumlarini buzib, boss hosil qilib, tepasida yangi maksimumlar hosil qilib, buy side likvidatsiya bo'lib ketadi. Endi bu yerda bizda oxirgi minimum buzilmadi, bizda oxirgi maksimum buzildi. Oxirgi maksimumimiz, ya'ni buy side likvidatsiyamiz buzilgandan keyin down trend holatidan trendimiz up trend holatiga o'zgarganiga bu narsa bizga belgi beryapti. Endi bu yerdagi buy side likvidatsiyamizning nomi nimaga o'zgaradi? Cho'chga o'zgaradi. Ya'ni change of character. Trendimiz bu holatda down trend, ya'ni tushuvchi trend holatidan o'suvchiga o'zgardi. Endi biz buyga savdoga kirgan tasdiq qidirishimiz kerak. Ungacha down trend holati edi, faqat biz sellga savdoga kirgani vaziyat qidirib analiz qilishimiz kerak edi. Bugungi darsimizda sizlar bilan up trend va down trend holatlarini qanday analiz qilinishini o'rgandik. Video tushunarli bo'ldimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu narsa menga motivatsiya bo'ladi. Yana ham ko'proq bepul darslar chiqarishimga.